Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz farqi yo'q. Erkak kishilarni ham qabul qiladi va ayol kishilarni ham qabul qiladi. Yotoqxona beradi, obetingizni kompensatsiya qiladi, xolasiz registratsiyaga qo'yib beradi. Bir oyda 2 marta oylik va har hafta avans bor. Oyligi bez zadeshka. Bitta skladning ichida 3 xil ish bor. Ukladchisi kerak, bu erkak va ayol kishilarga to'g'ri keladi va komplektovщик kerak va грузчик kerak. Bu bitta skladning o'zida. Xolasiz объемga ishlaysiz, xolasiz kunlikka ishlaysiz. Farqi yo'q. Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yana yangi ish, zo'r ish chiqaryapman. Bitta yotoqxona beradi, registratsiya qilib beradi, obetingizni kompensatsiya qiladi. Glavnisi oyligi bez zadeshka. Har 15 kunda oylik beradi va undan tashqari har hafta avansi bor. Shu videoga bir donadan like bosamiz, обязательно shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bekor yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bir dona bosgan like'ingiz orqali kimdir ishli bo'lib qoladi. Shu videoni ko'rib ishli bo'lib qoladi. O'sha uchun like'ni ayamasdan bosamiz. Обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib yozinglar. Nima yetishmayapti, nima kamchilik yozib qo'yinglar. Shuni ham qilsa, shuni kommentariyalarni o'qib, shunga yarasha, shunga qarab ish chiqaramiz. Akalar, opalar, bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Домодедово. Bitta skladga 3 xil ishchi oladi. Ham erkak kishilarni oladi, ham ayol kishilarni oladi. Bitta грузчикlikka oladi, komplektovщикlikka oladi va ukladchisalarni oladi. Bu sklad Komus, issiq sklad, ichkari issiq joyda ishlaysiz. Yotoq joyi bor, registratsiyaga qo'yib beradi, obetingizni kompensatsiya qiladi. Oyligida glavniy bez zadeshka ofitsialniy ishlaysiz. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, usloviyasini tushuninglar. Birinchi komplektovщикlardan boshlayman. Komplektovщикlar объемga ishlaydi. Smenasiga 4000 dan to 5-6000 rublgacha ishlasa bo'ladi. Zavisit o'ziga, odamning o'ziga qarab. Qancha chaqqon bo'lsa, shuncha ko'proq topadi. Agarki yosh bo'lsa, chaqqon bo'lsa, agar ish tez o'rganib ketsa, 7-8000 rubl ham topsa bo'ladi. Bu komplektovkani. Keyin ukladchisalar kerak. Ukladchisa tovarni taxlaydigan odamlar kerak. 3800 rubldan smenasi. 3800 rubl 11 soat ishiga oladi. Bez объем ishlaydi bitta. Bu ukladkaga ham erkak kishilarni qabul qiladi, ham ayol kishilarni qabul qiladi. Undan tashqari yana грузчикlar kerak. Грузчикlar часовой оплата 11 soat ishiga to'lanadi. Xolasiz 5 ga 2 ishlaysiz, 6 ga 1 ishlaysiz, yo bozor kunlari faqat выходной bo'ladi. 5 ga 2 yo 6 ga 1 ishlasangiz bo'ladi. Bozor kunlari bemalol выходной qilsangiz bo'ladi. Грузчикda oyligi 3700 rubldan smenasiga to'g'ri keladi. 11 soat ishingizga 3700 rubl to'g'ri keladi. Bu birinchi sklad ishi edi. Ikkinchi sklad ishi sklad Danon, молочный sklad Danonga komplektovщикlar kerak. Bu Moskovskiy oblast, город Podolskiyda joylashgan. Sklad ichi +8 gradus. Kimgaki ish kerak bo'lsa, срочный ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApp, Imo, любой messenjerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Akalar, opalar, like'ni unutmaymiz, обязательно shu videoni tarqatib qo'yamiz. Danon skladiga komplektovщикlar, zakaz teradigan odamlar kerak. Skaner bilan ishlaydi. Ko'pchilik odamlar skladda ishlaydigan odamlar уже biladi skaner nimaligini. Zakaz terasiz, smenasiga birinchi oy ishni o'rganib turganingizga sizga fiksirованный oplata to'lanadi 4200 rubldan. Ikkinchi oydan уже объемga o'tasiz, ishni o'rganib olganingizdan keyin объемga ishlasiz, undan ham ko'proq topishingiz mumkin. Bu skladda har 15 kunda oylik beradi, zadeshkasi yo'q, ofitsialniy ishga qabul qiladi, полный dokumentlar bilan трудовой договор qilib beradi. Har hafta avans beradi. Tashqari har 15 kunda oylik beradi. Akalar, opalar, agarki 120 mingdan 130 ming rublgacha ishlasangiz bo'ladi bu Danon skladida. Bu degani normalniy oylik. Sizda почти расходingiz bo'lmaydi. Bitta yotoqxona beradi, registratsiyaga qo'yib beradi, transport, yo'l krediti oplatit qilib beradi va obed pulingizni kompensatsiya qiladi. Nima kerak? Kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Qanday ishlarni chiqaray? Qanday usloviyalari bo'lsin, kommentariyaga обязательно o'tib yozib qo'yinglar. Kimgaki ish kerak bo'lsa, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz, dokumentingiz Moskvami, Podmoskvami ish o'qtarib yurgan bo'lsangiz, mana shu ishlar sizga to'g'ri keladi. Yotoqxonalari bilan, usloviyalari hammasi bor. Kelasizlar, ishga joylashasizlar,
har hafta avans olasizlar va har 15 kunda oylikda olasizlar. Sizlarga ofitsialni ishlar kerak bo'lsa, mana shu ishga kelib joylashsalaring bo'ladi. Like bosamiz, tarqatib qo'yamiz shu videoni. Rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Yana qanday ishlar chiqaray, kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Akalar, opalar, sog'-omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Kimki yangi bo'lsa, kanalimga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Xayr.